Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda buyrakda siydik biokimyo siydik hosil bo'lish jarayonini ko'rib chiqamiz. Demak, siydik hosil bo'lish asosan buyrakning struktur birligi nefronlarda amalga oshadi. Bundan oldin buyrakning vazifalari to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu slaydda ko'rishimiz mumkin. Demak, gamma-sitazini saqlash vazifasi, ya'ni kislota asos muvozanatini saqlaydi. Bundan tashqari suv elektrolitlar balansini saqlaganligi uchun, demak, gamma-sitazini bir me'yorda ushlab turilishiga yordam beradi. Ekskretsiya jarayoni suv, tuzlar, moddalar almashinuvi oxirgi mahsulotlarni organizmga chiqarib yuborish jarayonida ishtirok etadi buyuragimiz. Bundan tashqari ammiakni chiqarib yuborilishida yoki shu moddalar almashinuvida glukoneogenez jarayoni, ya'ni buyrakda aminokislotlardan glukozani hosil bo'lishi yoki ertropoetin stimullovchi ertropoetin gormoni yoki kalsitrol gormonlarini biosintezida ishtirok etuvchi asosiy organ. Bundan tashqari qon bosimini boshqarishda, osmotik bosimni saqlashda, umuman azot va boshqa qoldiq moddalarni chiqarishda asosiy funksiyani bajaradi. Endi siytikni hosil bo'lishi. Buyraklarda, demak, nefron aytdik, struktur birligi mana shu joyda 3 ta bosqich bilan filtratsiya, reabsorpsiya va ekskretsiya hisobiga amalga oshadi. Bir kunda buyrakdan demak 1,5 ming litr atrofida suyuqlik o'tadigan bo'lsa, shundan 180 litr birlam siydik hosil bo'ladi, ya'ni filtrlanadi. Birlam siydigimizda reabsorpsiya hisobiga bir kunda demak 1,5-2 litrgacha ikkilam siydik hosil bo'lishi mumkin. Bu nefronlarda amalga oshadi deb aytdik. Endi mana bu slaydimizda shu 3 ta bosqich o'zaro ko'rsatilgan, ya'ni Shumlansky Bauman kapsulasi yoki kap tokchada ultrafiltratsiya jarayoni. Buni mana hisobiga hosil bo'ladi. Buni sizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalardagi demak diametr hisobiga, ya'ni olib keluvchisi olib ketuvchiga qaraganda kattaroq bo'lganligi uchun bu yerda bosim paydo bo'ladi. Shuni hisobiga demak ultrafiltratsiya bo'ladi. Ya'ni qon plazmasidan ultrafiltratsiya jarayonida demak birlam siydik hosil bo'ladi. Bu kap tokchalarda poralar bor maxsus, diametri 2,9 nanometrgacha va bu 2,9 eng samarador hisoblanadi. Shu sababli bu poralarimiz demak og'irligi 5 kilodaltongacha bo'lgan, demak barcha plazma komponentlarini membr orqali o'tkaza oladi. Yoki poralardan 65 kilodaltondan kichik bo'lgan moddalar qisman o'tadi, yirik molekulalar, ya'ni 65 kilodaltondan yuqori bo'lganlari teshiklarda saqlanib qoladi, birlam siydikka o'tmaydi. Ko'pgina qon plazmasi oqsillari ancha yuqori molekulyar og'irlikka ega va bu demak manfiy zaryadlanganligi sababli ular glomerulyar bazal membrana tomonidan saqlanib qoladi. Mana aytyapti 65 kilodaltondan kichik yoki hajm bo'yicha oladigan bo'lsak 3 nanometrdan kichik bo'lgan komponentlarimiz demak filtrlanadi. Endi reabsorpsiya jarayoni, demak glukoza kislotasi, keta kislotalarimiz, aminokislotalarimiz yoki anion va boshqa suv kationlarimiz reabsorpsiya bo'ladi. Reabsorpsiya jarayoni distal kanalchalarda, proksimal distal kanalchalarda amalga oshadi. Bu demak filtrlash orqali konsentrlanadi, ya'ni birlam siydik boya 120 litrgacha bo'ladigan bo'lsa 2 litrgacha qoladi, ya'ni konsentrlanadi. Bu aktiv transport hisobiga aminokislotalarimiz, oqsillarimiz qaytadan reabsorpsiyalanadi. Demak, mana shu reabsorpsiya jarayonida bizda kasalliklar bor. Bu irsiy kasalliklar, sistinoz, glisinuriya, Hartnum kabi kasalliklar bu aminokislotalarning reabsorpsiyasi buzilishi bilan bog'liq kasalliklar hisoblanadi. Endi mana sekretsiya jarayonida demak distal kanalchalar va yig'uvchi kanalchalarda bizda sekretsiya bo'ladi. Bu faol transport hisobiga sekretsiyalanadigan moddalar asosan vodorod, mana kaliy ionlari, dori vositalari, siydik kislota, kreatinin, siydikchil, ya'ni metabolizm oxirgi mahsulotlari, dori vositalarimiz demak sekretsiyalanib bir ikkilam siydik shaklida tashqi muhitga ajralib chiqadi.
Endi mana tarkibida ko'rishimiz mumkin aminokislota unumlaridan gipparoviy kislota, kreatinin, mochevina yoki siydikchil, mocheviy kislota yoki glukozalarimiz bular demak siydikning asosiy tarkibi. Ya'ni siydikni tarkibi bu ovqatlanishga, yoshga, jinsga, turmush tarziga, sog'liq holatiga, haroratga, ya'ni namlik yoki issiq holatlarda bu kamayadi, nam holatlarda ko'payadi. Bu kunlik ritmga bog'liq bo'ladi. Iste'mol qilayotgan suvimiz miqdoriga bog'liq bo'ladi. Normada ikkilamchiyligimiz yarim 2 litr atrofida bo'ladi. pH mana o'rtacha 508, 408 dan 7,5 gacha bo'lar ekan. Demak, ikkilamchiyligimiz 95% suvdan iborat. Plotnisi, zichligi 1,15, 1,22 gacha bo'ladi. Osmolyarligi demak 50 dan 1300 osmolyarnis na litrga teng yoki quruq moddalari 50-72 grammgacha teng bo'lar ekan. O'zi normada yo umuman bo'lmaydi keton tanachalari, glukoza, belok, aminokislotalar yoki juda ham kam miqdorda uchrashi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi. Juda ham kam miqdorda uchrashi. Endi mana neorganik qismi machani, demak kaliy, natriy, xlor yoki fosfat anionlari, xlor anionlari, sulfat yoki kaliy, magniy, kalsiy bular demak siydikni neorganik tarkibi hisoblanadi. Endi siydikda buyraklarimizda suvni ishtiroki yoki ekskretsiyalanish jarayonidagi vodorodni, ya'ni katyonlarni qanday hosil bo'lishi to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bunda mana siydikdagi kaliy, natriy, kalsiylarimiz yoki fosfat boshqa anionlarimiz oz miqdorda bo'ladi. Bundan tashqari protonlarni sekretsiyalanishi, ya'ni vodorodni sekretsiyalanishi. Bu mana plazmadan karbonat angidridimiz va suvimiz demak kaptokchalar hujayralarida demak suv va karbonat angidridimiz karbonat angidraza ferment ta'siri bizda karbonat kislotani hosil qiladi. Karbonat kislotamiz bikarbonat anioni va demak vodorodgacha parchalanadi. Bunda bikarbonat anioni qonga qaytadi, vodorodimiz demak siydikka chiqib ketishi kerak. Bu aktiv transport hisobiga sodir bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsak, ATF kirib, ADF va bitta fosfat chiqyapti, vodorodimiz machaga chiqib ketyapti. Chunki bu konsentratsiya gradientiga qarshi. Ya'ni demak machada hujayradan ko'ra vodorodni miqdori juda ham ko'proq bo'ladi. Shuni hisobiga va energiya sarfi bilan kechadigan jarayon. Yoki natriy proton bu ham demak natriy ionlari protonlar hisobiga almashinib turishi, mana natriy o'tyapti, demak machadan hujayra membranasi orqali esa qonga o'tyapti aktiv transport hisobiga. Ya'ni bu jarayonda ham ATF sarflanyapti. Kaliy natriy kanallari orqali natriy kaliy atifaza fermentlari ta'sirida va ATF energiyasi hisobiga aktiv transport hisobiga mikroelementlar natriy kaliy almashinuvi sodir bo'lyapti. Endi buyraklar orqali ammoniakni chiqarilishi. Bunda asosan ammoniakimiz to'qima organlardan demak glutamin holatida. Biz glutamat aminokislotani bilamiz, dikarbaminokislota, ikkita karboksil guruhi bor. Shu karboksil guruhining bittasini o'rniga ammoniak biriksa glutaminga o'tadi. Glutamin buyrak kaptokchalari hujayraga kelganda glutaminaza fermentasi suv ishtirokida ammoniakni chiqaradi va glutamatga aylanadi. Ammoniakimiz bundan tashqari boshqa aminokislotalar parchalanishi hisobiga ham hosil bo'ladi. Ammoniakimiz ammoniy ionlari shaklida demak siydikka chiqib ammoniy holatda tashqi muhitga chiqib ketadi. Ya'ni glutamatda yana bitta amino guruh bor. Aminokislota, dikarbaminokislota tarkibida o'zining toza amino guruhi bor. Bu ham suv ishtirokida demak 2 oksiketa glutamatga aylanib bitta ammoniak hosil qiladi. Bu ham demak bemalol tashqi muhitga chiqib keta oladi. 2 oksiketa glutaratimiz bemalol Krebs sikliga kirib, demak energiya hosil qilishi mumkin bo'ladi. Endi bitta buyraklar orqali kalsiylarni almashinuviga to'xtaladigan bo'lsak. Kalsiy va fosfat ionlari. Buyrak kanalchalarida kalsiy va fosfat ionlari deyarli to'liq qayta so'riladi. Mana kalsiy va fosfat ionlari so'riladi.
Bu jarayonni bizda 3 ta gormon nazorat qilar ekan. Bular paratgormon, kalsitonin va kalsitrol. Kalsiyning reabsorpsiyasi machadan demak 99% bo'ladigan bo'lsa, fosfat ionlarining 80-90% qayta reabsorpsiyalanadi. Endi kalsiyning reabsorpsiyalanishi demak paratgormon va kalsitrol hisobiga amalga oshadi. Qachonki shu qonda kalsiyning miqdori kamaygan vaqtda demak paratgormonimiz buyrak distal buyrak koptokcha hujayralariga ta'sir ko'rsatish hisobiga ikkilamsilik tarkibidagi birlamsilik tarkibidagi kalsiyni reabsorpsiyasini kuchaytirib qonda kalsiy miqdorini normalashtirib beradi. Bu albatta aktiv transport hisobiga bo'ladi. Mana demak ATF energiyasi kirib natriy kaliy ATF energiyasi kirib demak ADF va bitta fosfat chiqib ketyapti va kalsiy qonga reabsorpsiya bo'lyapti. Endi fosfat ionlariga keladigan bo'lsak, fosfat ionlarimiz demak kalsitrol yordamida demak reabsorpsiyalanadi. Kalsitonin va paratgormon hisobiga bu reabsorpsiya ingibillanadi. Ya'ni 3 ta gormondan bittasi aktivator, ikkitasi ingibitor ta'sir ko'rsatadi. 80-90% gacha fosfat qayta so'rilishi mumkin ekan. Endi bu ham suvni reabsorpsiyasiga keladigan bo'lsak, bu vazopressin gormoni yordamida boshqariladi. Bu passiv transport hisobiga amalga oshadi. Konsentratsiya gradientiga muvofiq vazopressin demak suvni reabsorpsiyasini kuchaytirib beradi, lekin bu yerda antidiuretik peptidimiz bor. Bu antidiuretik emas, natriuretik peptid gormonimiz. Natriuretik peptid gormonimiz suvni reabsorpsiyasiga ingibillovchi ta'sir ko'rsatadi. Endi natriyning reabsorpsiyasi demak bu aldosteron natriyning reabsorpsiyasiga demak kuchaytirib beradi. Aldosteron ta'siri natriy bemalol demak birlamchilikdan qonga o'tishi mumkin. Bu jarayonda natriuretik peptid ingibilab beradi. Ya'ni ikkita gormon hisobiga natriyimiz ham demak reabsorpsiyasi boshqariladi. Endi buyrakda glukoneogenezni amalga oshishi. Buyrakda bilamizki, glukoza bo'lmagan mahsulotdan glukozani hosil bo'lishi. Ya'ni ikkilamchi aktiv transport hisobiga birlamchilikdagi natriyimiz, glukozamiz natriy kanallari yordamida hujayraga o'tdi. Bu glukozamiz yana bemalol koptokcha hujayralaridan qonga ham o'tishi mumkin. Yoki mana buyrakka ammiakni olib kelgan glutaminimizdan hosil bo'lgan 2-oksiketilglutaratimizdan glukoneogenez hisobiga qaytadan glukoza hosil bo'lishi mumkin. Yoki glitserindan, fruktozadan, aminokislotalardan demak buyrak hujayralarida qaytadan glukoza hosil bo'ladi. Bu jarayonni stimullovchi narsa bu kortizol hisoblanadi. Va buni natijasida hosil bo'lgan glukozamiz bemalol mana qonga o'tib, qon orqali o'sha kerakli to'qim organlarga yetkazib berilishi mumkin. Endi buyraklarni bundan tashqari gormonlarni ishlab chiqarish funksiyasi ham bor. Birinchi gormonimiz bu eritropoetin gormoni. Demak, buyrakda nefronlarda demak kislorodning parsial bosimi tushib ketganda mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu eritropoetin ishlab chiqarishni stimulab beradi. Eritropoetinimiz esa demak o'zak hujayralar, differensiyalanmagan o'zak hujayralarimizni demak eritrotsitga shakllangan qizil qon tana hujayralariga o'tkazib berish vazifasini va qonda eritrositlar miqdorini oshirib berish vazifasini bajaradi. Agar buyrak funksiyasi buziladigan bo'lsa, eritropoetin o'z-o'zidan ishlab chiqarmaydigan bo'lsa, demak bu holat anemiyaga olib kelishi mumkin. Lekin hozirgi vaqtda gen muhandisligi hisobiga biz eritropoetinni tashqi muhitdan kiritishimiz ham mumkin. Endi buyrak eritropoetindan tashqari boshqa gormonlar ham ishlab chiqaradi. Bu kalsitrol gormoni o'zi aslida kalsidiol shaklda bo'ladi. Buyrakda demak kalsitrolga aylanadi. Ya'ni jigarda hosil bo'lgan kalsidiolimiz demak paratgormon ta'sirida, paratgormonni boya aytib o'tdik, qonda kalsiy miqdori kamaygan vaqtda bu gormonimiz ta'sir ko'rsatib, buyrakda kalsiyning reabsorpsiyasini kuchaytirib beradi. Va bundan tashqari kalsidiolni kalsitrolga o'tkazib berar ekan. Kalsitrolimiz mana steroid gormon hisoblanadi. Bu asosan shu kalsiyni reabsorpsiyasini kuchaytirib beradi. Yoki renin degan gormonimiz bor. Bu prorenin shaklida sintezlanadi. Reninda bir qancha vazifalari bor.
ya'ni renin angiotenzimini tizimini aktivlab beradi. Renin asosan aspartil proteinasa ferment hisoblanadi. Buyraklarda reninni o'tmishdoshi bo'lgan prorenindan sintezlanadi. Qonda reninning substrati angiotenzinogen hisoblanadi. Mana og'irligi 57 kilodaltonga teng bo'lgan oqsil tabiatli gormonimiz bu jigarda sintezlanadigan alfa-2 globulinlarga kiradi. Yilka protein hisoblanadi. Bu renin ta'sirida dekapeptid, demak, angiotenzin 1 ga aylanar ekan. Angiotenzin 1imiz ham demak keyinchalik dipeptidaza yoki peptidil dipeptidaza A fermenti ta'sirida mana 3-fermentimiz shu angiotenzin 2 ga aylanar ekan. Angiotenzinimiz yoki bu boyagi fermentimizning ikkinchi nomi angiotenzinga aylantiruvchi ferment ham deyiladi. Mana bu 3-fermentimiz nomi. Angiotenzin 2 ham gormon, ham neyromediator hisoblanadi. Demak, buni yarim parchalanish vaqti 1 minut hisoblanadi. Hozir bu gormon to'g'risida alohida to'xtalamiz. Mana angiotenzinogen demak qachon aktivlanadi? Ya'ni qonda bosim tushib ketganda, natriy miqdori kamaygan vaqtda demak renin ta'sirida angiotenzinogendan angiotenzin 1 hosil bo'ladi. Hozir aytgan fermentimiz demak peptidil dipeptidaza A yoki angiotenzinga aylantiruvchi ferment ta'sirida angiotenzin 1imiz angiotenzin 2 ga aylanadi. Dipeptid chiqib ketish hisobiga mana oktapeptidli aktiv angiotenzin 2 hosil bo'ladi. Bu ham gormon, ham neyromediator dedik. Endi buni asosiy vazifasi buyrakda demak mana angiotenzinning ikkinchisi. Angiotenzin 2 ning vazifalari. Buyrakda natriy va suvni ekskressiyasini demak kamaytirib berish vazifasini bajaradi. Demak, markaziy nerv sistemasida kortikotropen va vazopressinni demak sekretsiyasini va chanqash hissini oshirib beradi. Shuning hisobiga ko'proq suv va natriy ushlab qolinadi. Buyrak usti bezlarida demak aldosteron bez sintezini stimulab beradi. Bu aldosteron gormonimiz natriy almashinuvida ishtirok etuvchi asosiy gormon hisoblanadi. Va qon tomirlarida qon bosimini demak oshiradi, tomirlarni toraytirish vazifasini bajaradi. Bu angiotenzin 2 gormonining vazifasi. Endi angiotenzin 1 ni angiotenzin 2 ga aylanishini ingiberlovchi fermentimiz bor. Bu fermentimizni hozir yana to'xtalib o'tamiz bunga alohida. Bu demak AKF fermenti deyiladi. Mana bu joyda ingiberlovchi fermentimiz.